bizni institutlarimiz berayotgan bilimlar bilan biznesda kerak bo'ladigan bilimlar orasida juda katta tafovut bor. Lekin agar boshidan boshlasam, harakat qilardim qarindoshlarimni umuman ishga olmashga. LG'da ham Samsungda yurgan paytlarimda, mana shu zomerlarda boshida o'zi katta oylik xohlayapti. Bu holatda rahbar yutqizadi. Nimaga? Rahbar $5000 foyda keltiradi. Vaqtingiz ham ketgan bo'ladi, o'zingiz ham afsusda qolasiz, yana yangitdan kimdir olib, yana yangitdan boshlashga to'g'ri. Ishni boshqara olmaydi, siz doim zarardasiz, zarar, u yedirgandan battarda. Men o'zim mana LG'da ham Samsungda yurgan paytlarimda, mana shu zomerlarda intervyular qildim. Birinchi savoli, masalan, qancha pul berasan? Ikkinchi savoli, 1 yilda qayergacha ko'tarilaman? Ya'ni boshida o'zi katta oylik xohlayapti, ikkinchidan 1 yilda yo'q lavozim ko'tarilishni xohlayapti. 2 oy, 3 oy, 4 oyga bormay ishi tashab ketadi. Faqat bu holatda rahbar yutqizadi. Nimaga? Rahbar uni ishga orientatsiya qiladi. Yangi kelganligi uchun institut bitirgan o bilimlari, biz bilasiz, bizni institutlarimiz berayotgan bilimlar bilan biznesda kerak bo'ladigan bilimlar orasida juda katta tafovut bor. O'sha tafovutni to'ldirish uchun rahbarning o'zi, ya'ni men o'sha rahbarligimda men o'zim alohida coaching qilishga majbur bo'lardim. Shu orqali o'sha kadrni vaqt o'tib malakasini ko'tarishga harakat qilardim. Lekin albatta tashab ketsa, shunaqalar ham bo'lgan, vaqtingiz ham ketgan bo'ladi, o'zingiz ham afsusda qolasiz, yana yangitdan kimdir olib, yana yangitdan boshlashga to'g'ri keladi. Endi bu davrga, hozirgi zoomer yoshlarga xos xislat deb o'ylayman. Va ishonch masalasida, sadoqat masalasida gapirdingiz-ku. Mana shu masalada sadoqatli deb ko'proq qarindoshlarni ishga olganmisiz? Endi men qarindoshlarni ishga olganman, to'g'ri. Kimlardir ishonchni oqlamagan. Ishonishingiz mumkin, sadoqatli bo'lishi mumkin, xiyonat qilmasligi mumkin, lekin ishni boshqara olmasa, ishni tashkillashtira olmasa, unaqa kadrdan nima foyda? Misol qilib aytadigan bo'lsak, bitta professional kadrni olib keldingizda, u kadr sizga bir oyda savdoyingizni ko'tarib $5000 foyda keltirdi. Yana bitta kadrni olib keldingizda, sizning qarindoshingiz, u malakasi yo'q, u sizga $1000 olib keldi. Lekin $1 ham, $2 ham sizga xiyonat qilgani yo'q. Endi savol tug'iladi. Haligi $5000 olib kelgan professional, balki shubham bo'lsa ham, balki $1-2 levoy pravoy ish qilgandir. O'sha muhimmi yoki mana hech narsa o'g'irlamayapti, sadoqatli, faqat $1000 olib kelyapti. Bu yerda opportunity cost degan tushuncha bor, ya'ni yo'qotilgan imkoniyatlarni narxi. Ya'ni bu holatda qarindoshimni ishga qo'ygan holatimda, misol uchun, bu 5000 keltirsa, bu 1000 keltiryapti. Ya'ni $4000 yo'qotilgan imkoniyatlar, xarajat. Shuning uchun men o'ylayman, doim shu professionalga tayanishga harakat qilish kerak. Qarindoshlarim ichida endi eblab ketganlar ham bor. Malakasi yetmagan qismiga o'zim o'rgatib, sekin-sekin ko'tarishga harakat qilaman. Lekin agar boshidan boshlasam, ya'ni noldan boshlaydigan bo'lsak, men harakat qilardim qarindoshlarimni umuman ishga olmashga. Chunki ishni boshqara olmaydi, siz doim zarardasiz, zarar, u yedirgandan battarda. Ya'ni bir narsani qilmoqchi bo'lasiz, u odamni tayyorlamoqchi bo'lib, o'zingiz dars berishni boshlaysiz, lekin yana bo'lmaydi. Chunki siz o'zingiz mikro menejment ichiga kirib ketishni boshlaysiz. Endi menda bir nechta mayda bizneslar bo'lganligi uchun bu juda qiyin bo'ladi. Agar bittasini ichiga kirib ketsangiz, ikkinchisi qolib ketadi. Ikkinchisiga kirib ketsangiz, uchinchisi qolib ketadi. Shuning uchun har bir biznesda o'zini boshqaruvchisi bo'lishi kerak va o'sha boshqaruvchiga yetarli darajada avtonomiya berish kerak. Ya'ni qaror qabul qilish uchun. Lekin uning uchun u tayyor bo'lish kerak. Faqat sizdan bir gap kutib yashash kerak emas. Akam nima aytsa qilaman. Ukam nima aytsa qilaman. Afsuski, qarindosh urug' ishlatganingizda asosan shunaqa bo'ladi. Aniq bitta savollar bormi? Siz berasiz, bolani ajratib olasiz, bo'ladi, bo'lmaydi. Endi men birinchi qaraydiganim o'zimning tajribamdan CV'si yo rezumesini ko'rsam, yaqin 3 yilda necha marta ishni almashtirgan. 2 martadan oshiq almashtirgan bo'lsa, bo'ldi. Men u odamni ko'rib ham chiqmayman. Chunki u odamda sabrsizlik bor deb hisoblayman va borgan joyidan ko'rgan muammolarni hal qilishga emas, undan qochishga moyil deb hisoblayman. Shu birinchi qaraganim shu. Telefondan qilasizmi eski joyiga? Albatta.
agar umumiy gaplari hamma narsa yoqsa menga, o'sha CV'sida yozilgan ma'lumotlarni tasdig'ini topish uchun men eski o'sha rekomendatsionniy xatda ko'rsatilgan odamlarni kontaktlarga chiqib, email va telefon orqali o'sha odam haqida, o'sha kandidat haqida so'rayman. Bu narsa o'ylaymanki, bu shart narsa. Yoshlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? O'sha ishlayotgan joyidami yoki korxonasida qanaqa qilsa tezroq o'sishi mumkin, yaxshi natijalarga erishishi mumkin? Men o'ylaymanki, yoshlarga shuni maslahat berardim. Birinchi navbatda o'sha ishga bordingizmi, o'zingizga bitta muddatni qo'yish kerak. Va o'sha muddat ichida sidqi dildan mehnat qilib, intizom bilan menga korxona nima beradi emas, men korxonaga nimalarni olib kira olaman, nimalarni yaxshi tarafga o'zgartira olaman, qanday qilib daromadini, foydasini ko'tara olaman degan savol bilan o'shalarga javob qidirib, o'shalar ustida mehnat qilib vaqtni o'tkazsa, ko'p o'tmasdan albatta uni ko'rishadi, sezishadi va u bolada o'sishga, lavozimida ham, daromadiga ham imkoniyat bo'ladi.